3 ayolimizga funksiyani tugatdik. Bu patsientkamizga o'zlari qo'shni davlatda yashaydilar, lekin yashash joylari Amerika Qo'shma Shtatlari. O'sha yerdan kelib azospermiya tashxisi bilan birinchi varikotseliya olishdi. Undan keyin azospermiya bo'lgani uchun mikroteza qilib bir shtuchniy spermatozoidlar muzlatildi. Lekin keyin stimulyatsiyaga oldik. Birinchi stimulyatsiyada bitta ham tuxum hujayra bo'lmadi. Ikkinchisi 3 ta tuxum hujayra oldik. Shundan bittasi yetilgan, ikkitasi yetilmagan. Va 3-chi turmush o'rtoqlarini Amerikaga qayta jo'natdik, lekin qiz olib qolib 3-chi stimulyatsiyaga kirdik. 3-chi stimulyatsiyadan 3 tagina folikul, 2 ta yetilgan folikulimizdan tuxum hujayra chiqmadi va mayda yetilmagan kichkina folikulidan 2 ta tuxum hujayra oldik. Endi planimiz bo'yicha o'tgan sikldagi bitta tuxum hujayra eritamiz. Bular yetuk bo'lsa, bularni eritilgan spermatozoidlardan urug'lantirib, 3-chi yo 5-chi kuniga embrionni ekib, bularni Amerikaga qayta jo'nata olishimiz kerak, chunki ketish davri bo'yicha ilojimiz yo'q olib qolishga. Shuning uchun qizimizga omad tilaymiz. Hamma duo qilib qo'ysin, inshaalloh bular ham bolali bo'ldik deb bizga bitta SMS Amerikadan jo'natib yuborsinlar degan niyatdamiz. Hammamiz juda ham bular uchun переживать qilyapmiz.